haddan oshish hamma narsada. Mol dunyoni sarflashda bo'ladimi? Odamlar bilan muomala qilishda bo'ladimi? Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin" haddan oshmanglar. Zero Alloh haddan oshguvchilarni yoqtirmaydi. Inson hadni, chegarani bilish kerak. Chegarani nima belgilaydi desa, chegarani shariat belgilaydi. Inson haddidan oshmaslik uchun uni aqli unga yetarli emas. O'zicha o'ylasaki, ha mana bu ishni qilsam haddimdan oshgan bo'laman, mana bu ishni qilsam haddimdan oshmagan bo'laman deb o'ziga o'zi baho bera olmaydi. O'z chegarasini o'zi belgilay olmaydi inson. Insonni aqli yetadigan narsalar bor, aqli yetmaydigan narsalar bor. Chegarani, hududni Alloh va Rasuli belgilagan, shariat belgilab bergan. Nimani agar shariat harom yoki makruh yoki gunoh deb e'lon qilgan bo'lsa, chegaradan chiqish, nimaniki shariat halol, muboh, savob, ya'ni mustahab, fazilatli amal deb belgilagan bo'lsa, u chegara u. Demak, inson o'z chegarasini yaxshi bilish kerak. Qayergacha borishi mumkin, qayerdan o'tib ketishi mumkin emasligini yaxshi bilish uchun halol harom masalalarini yaxshi bilish kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam halakal mutanatti'un deb 3 marta aytdilar. Mutanatti'unning ma'nosi shuki, chuqur ketuvchilar, haddan oshuvchilar. Har bir narsada bo'lishi mumkin.